ba'zi ulamolar ixlos nima? Xo'p, biz bilishligimiz kerak bo'lgan ixlos nima degan savolga ba'zilar ta'rif berishgan ekanlar. Ifrodul haqqi subhanahu bil qasd fi at-ta'a. Itoat qilinayotgan vaqtda Allohga itoat qilinayotganda faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zini qasd qilishlik. Ba'zilar yana buni kengroq tushunishlik uchun al-ixlos tasfiyatul fi'li an mulahazatil makhluqin. Ixlos maxluqlarning mulohazasidan qalbni tozalashlik degan ekanlar. Falonchi nima deydi degan narsalardan tamomiy qalbni toza qilib bunga o'rin bermaslik degan ekanlar. Ba'zilar muxlis kim? Al-muxlis huwa alladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubin nas min ajli salahi qalbihi ma'a Allah azza wa jalla. Wa la yuhibbu an yattali'a an-nas ala mathaqil adh-dharr min 'amalihi. Ixlos muxlis odam deb shuni aytamizki, odamlarning qalbida, birovlarning qalbida bo'lgan har bir qadr qiymat chiqib ketgan bo'lsa ham e'tiborga olmaydi. Mana bu haqiqiy muxlis odam degan. Nimaga? O'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka shunday ovora bo'lganki, tamomiy qalbini o'zi bilan Allohning o'rtasini tuzatishlikka e'tibor bergan. Odamlarning amalidan kichkinalarni ham ko'rib qolishligini xohlamaydi. Mana bu ixlosdir mana. Biz ixlosni bilishligimiz uchun ba'zi bir uning aks bo'lgan amallarni ham bilsak, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Birinchi ixlosga zid bo'luvchi narsa riyodir. Riyo izhorul ibadati liqasdi ru'yatin nas. Odamlarni ko'rishligi maqsadida ibodatni ko'rsatishlikdir. Odamlar maqtasin deb ta'zim, maqtov, moyillik, haybat shularni maqsad qiladi. Mana bu riyodir. Shundan saqlanishlik ixlosdir. Ixlosning yana bir aksi sum'a. Odamlar shuni shunday deb eshitsin deb. Mana bu narsa sum'a, ya'ni biz o'zbek tilida masalan odamlarning eshitishligini xohlasin. Buni lug'ati o'zbek tilida iste'mol qilinmaydi. Ya'ni xo'ja ko'rsin degan so'z bor, bu riyo.